Akalar tuzyapsizlar, charchamayapsizlarmi? Bizni hurmat qilib, Sariqo'rg'ondan kelishdi. Bu yerdan 40-50 kilometr uzoq joyda mashinalar juda hadoylari, nima deydi, og'ir holatda ekan. Cho'tka qilib beramiz, yumshoq qilib beramiz. Ungacha bittadan yurakchani qizartirib turinglar, biz boshladik. Akalar, mashinamiz tayyor bo'ldi. Amortizator, rezinkalar, hayatnilar, polni cho'tka qilib berdik. Mashina o'ta darajada ideal bo'ldi. Akamiz yurib ko'rib baho berishadi. Birgalikda ko'ramiz, ketdi. Hop, akamiz yurib kelishdi. Hozir o'zlaridan so'raymiz. Akam, mashina qalay bo'libdi? Zo'r, xudo xolasa yaxshi. Gapni joningiz sog' bo'lsin. Qayerdan keldingiz aka? Sariqo'rg'ondan keldik. Aka, o'sha Sariqo'rg'ondagilarga taklif qilamizmi ishimizni? Tavsiya qilamiz, kelib o'tirishlarni. Akamizga ishimiz ma'qul bo'ldi. Akalar, bemalol kelaverasizlar. Manzilimiz Qo'qonda, nomerlar qoldiramiz. Ideal qilib beramiz. Joningiz sog' bo'lsin, videoga like bosib, damaschilarga jo'natib qo'yamiz.